Sayran Village'da joylashgan 6 sotuli mana bu oppoqqina xonadonimizda bugun obzorimizda bo'ladi. Agar sizga yoqsa bitta like bosib, do'stlaringizni tarqatib qo'ying. Bu xonadonimizda 6 sotu 450 kvadratni tashkil qiladi. Bu yerda esa letniy oshxonamizda joylashgan. Bular hammasi azizlar granit toshdan qilingan, juda ham sifatli qilingan. Mana bu joyga tapchani qo'yib, oilaviy maza qilib xorda chiqarib o'tirsangiz bo'ladi. Bu yerda ham kichkina podvalchamiz bor. Ziloniy zonani ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Oilaviy maza qilishonori mehmonlar kelib qolsa ham shu oppoqqina qalbi bor insonlarga oppoqqina xonadon yarashadi. Mana basseynda qarang mazaligini. Bu yoq havo mana isibotdi. Mana joyda bolajonlar bilan maza qilib cho'milib, kayfiyatni ko'tarib, mana bu yerda esa sanuzulimiz bor. Yana bitta keling. Bu yerda dushovoy qilingan sanuzul va bu yerda esa russkiy banya qilib qo'yishgan, qarang. Dahshatmi? Like arzyaptimi? Bitta like qizartirib qo'ying bo'lmasa. Havo issiq bilasizmi, qanaqa odamlar shuni ichidachi qanaqadir quvonch bo'ladi deb bu quyoshda qarang. Mazza iloyim hammaga niyat qilayotgan, kim uchastka olaman deb niyat qilayotgan bo'lsa, hammaga inshaalloh nasib qilsin. Bu uyimizda ikkita xod bor, mashinaga ikkita parkovkamiz bor. Bu yerdan kirib chiqsangiz bo'ladi, u yerdan kirib chiqsangiz bo'ladi. Katta uyimizni endi ko'rib chiqamiz azizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Endi uyimizni ichki holatini bitta ko'rsatib beraman, faqat zerikib qolmasdan o'tirib olib, laytni qizartirib qo'yib, bitta choyni olib kelib olib, bitta ko'rib olaylik. Uyimizda yangi remont mebel texnikasi bilan hammani fokusiga mos ravishda remont qilinganingizlar. Bu yerda o'tirib, maza qilib televizor hordiq ko'rasiz. Holimiz bo'ladi. Uyimizda to'pli pollar qilingan, kafillar ham juda ham sifatli kafillar ishlatilgan va bu yerda esa oshxonamiz ko'ryapsizlar, panorama oyna qilingan. Xohlasangiz mana bu joyga eshik qo'yib olsangiz ham bo'ladi azizlar. Bu yerdan ham yana kirib chiqadigan joyi bor. Bu yerda ko'ryapsizlar, mana hammasi tosh, texnikalarimizda Hoffman, mebellarimizda hamma bu tosh bo'ladi va turetskiy mebellar qo'yilgan azizlar. Endi koridorni ko'rib bitta like bosib qo'ysangiz menimcha bo'ladi. Lustralar qarang zo'rligini. Bu yerda esa zalimiz joylashgan. Kelinglar. Zalimizda manchagina katta, bu yerda miyakki zona qilingan, bu yerda TV zona. Mana bu joyda bemalol 10 talik stol qo'yib olsangiz bo'ladi. Bu yerda ham katta panorama oyna. Gilamlarimizga keladigan bo'lsa, gilamlarimiz hammasi turetskiy eng sifatli gilamlar qo'yilgan azizlar. Eshiklarimiz ham hammasi bo'la yog'och eshiklar qo'yilgan. Uyimiz narxini oxirida aytib o'taman, ishoninglar zo'r narx. Ya'ni narxini zo'r kelishtirib beramiz. Bu umumiy sanuzul bo'ladi azizlar. Umumiy sanuzulimizni ko'rasizlarmi? Kelishingiz bilan ovora bo'lmaysiz, shoshib qolsangiz, shuni o'zi ochilaveradi. Endi kelinglar bu yerda ko'ramiz. Bu yerda esa yana bitta katta spalnimiz bo'ladi. Birinchi etaj master spalni. Bu joyda menimcha siz ota-onangizga bersangiz kerak, qarang. Birinchi etaj oyog'i ham og'rimaydi, shunday kirib chiqadi va o'zini bu yerda sanuzuli ham bor azizlar, qarang. Shkaflarni qarang, ranglarini zo'r qilganni. Har bitta detal juda ham ahamiyat qilib, bitta sifatli qilib hammasini qilib chiqishgan ekan bor-ku. Juda ham zo'r qarang. Shkaflarimiz ham juda ham yaxshi, sifatlisidan qilingan. Men miyakilariga ham e'tibor berib qarasangiz bo'ladi. Endi kelinglar. Podval qismimizni keyin ko'rsatib chiqaman. Mana bularning hammasi yog'och, periklarimiz juda ham zo'r qilingan. Neoklassik qilingan uyimizda hozir ko'p paytda uchastkalar hammasi bez mebel texnika, lekin bu yerda hamma narsani sifatli qilib, mebel texnika bilan qilib qo'yishgan, shtobi siz ovoragarchilik qilmay dedilar-da. Keling. Endi ikkinchi etajga chiqib oldi. Ikkinchi etaj ko'rasiz, bu yerda kattagina hol va bu yerda birinchi kirishimiz bilan bu yerda qizingiz, farzandlaringiz uchun spalni qilib qo'yganmiz. Endi mana buni qarang, bu joyda yotib olsa ham bo'ladi-ku. Juda ham cho'tka qilgan bor. Pardalar bilan mana bu mebel, matras, hamma narsa bir-biriga juda ham uyg'un qilingan. Endi mana bu nima deyapti? 3D aboy qilishgan ekan bu yoqni. Xo'p, endi kelinglar bu yoqni ko'ramiz. Agar mana spalni yoqsa bitta like bosib qo'ying, xo'p. Bu spalnimiz master spalnimiz bo'ladi. Bu yerda oynali zona ayollarimiz uchun. Bu yerda shkaf, yetarli darajada shkafimiz bor. Endi kelinglar. Mana bu joy nima deyapti? Spalni qarang. Allohdan so'rasangizchi, shunaqa cho'skalarda yashash hammaga nasib qilsin deb bor-ku. Alloh berar ekan, shunaqa joylarda yashash hammaga nasib, to'g'rimi? Bu joyda ana o'zining garderobi va o'zining bu yerda esa azizlar sanuzuli bor, qarang, uyimizning. Spalnining o'zida garderob, sanuzul, bu yerda ayollarimiz kerakli bo'yanadigan joylar, panorama oynalar. Prosta mana niyat qilman, inshaalloh oilaviy shunaqa joylarda yashash nasib qilsin bizga ham. Xo'p, bu esa yana bitta katta spalnimiz va bu yerda endi buni rangiga ahamiyat berib o'tsangiz bo'ladi. Bu umuman boshqacha rang qilingan va bu yerda ham o'zining sanuzul bor. Umumiy uyimizda 6 ta sanuzul bor.
hammaga yetarli darajada sanuzorlar bor. Kafelari, mana bu joy kafelarimiz, mana shu kafelarimiz ispanskiy kafelar qilingan. Hamma mana mebellarimizda krashni qilingan, maxsus mana shu uchun, uy uchun yasalgan hammasi. Endi kelinglar. Bu yerda esa yana bitta xonamiz bor. Xohlasangiz bu spalni qilib oling, bu bo'sh qoldirgan, xohlasangiz ofis qilib foydalansangiz bo'ladi. Ikkinchi etajga chiqib olib, jimgina bemalol o'zingiz ishlaringiz bilan shug'ullansangiz bo'ladi, azizlar. Bu yerda esa sanuzilimiz bor, общий sanuzilimiz. Uyimizda 5 ta spalni bor, azizlar. 5 ta spalni qilingan. Endi ko'rdik bu yerda, endi podvalni ko'ramiz. Sabr qilib turamiz, xo'p. Narxini oxirida aytaman. Qani ketdi. Xo'p, azizlar, podval qismiga tushib oldik. Bu joyda shunaqangi siz o'ylamagan, men ham o'ylamagan joy bor. Agar yoqsa, like bosib qo'yasiz, xo'p. Keling, bismillahirrohmanirrohim. Namozxona nima deyapti? Bu joyga bilasizmi? Ana uyda ma'rakalar qilishingiz mumkin, mehmondorchilik bo'ladi. Namoz o'qiydiganlar bo'lsa, bu joyga bemalol kamida bir 40 tacha odam siz qarangizlar. Qund duosi bu yoqda oyatul kursini qilib qo'yishgan ekan, ishoning. Shunaqa joy bo'lishini xohlarman desiz, bitta like bosib qo'ying, kommentariyada xohlardim deb yozib qo'ying. Kelinglar. Bu yerda ham qarang, bu ham как положено kvartira emas, uchastka bu ham qarang. Mana bu yerda yana bitta zona, katta o'ddiqli zona qilingan. Bu joyda bilyardxona qilib olsangiz bo'ladi yoki tennisni joyimi, kinoteatrmi, o'zingiz jilaniga qarab qilib olsangiz bo'ladi. Endi keling bu yoqni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yoqda esa garderobni xonamizda joylashgan. Mana buni ko'rishingiz mumkin, garderob xonamiz. Endi bunaqa katta uchastka bo'lgandan keyin kiyim-kechak ko'p bo'ladi. Mana qarang, garderobda. Mani kiyimim juda ham ko'p. Men kiyim yaxshi ko'raman deganlarga bu uchastkamiz juda ham qo'l keladi. Eshiklarimizni qarang, sifatliligini. Keling, endi mana bu yoqqa ko'rib chiqaringlar. Bu ko'chaga chiqadigan eshigimiz. Hozir men ko'rsatib beraman sizga. Mana bu yerdan ham shundoq hovliga chiqsangiz bo'ladi, azizlar. Bu tepasi yopilgan, yomg'ir umuman tushmaydi bu yerda. Juda ham zo'r qilingan. Endi kelinglar. Bu ham sal tezlashtirib beraman. Bo'ladi, hammasi turistik gilamdan solingan, azizlar bu yerda. Mana bu yerda yana bitta prachka xonamiz bor. Kirlarni mana shunday yuvib, ilib, shkaflar bilan quritib, dazmollar qilib bemalol qilib tashlasangiz bo'ladi. Bu yoq uyimizning yuragi mana shu joyda joylashgan. Kotelniy sistema mana shu joyga joylashgan. Hammasi italyanskiy narsalar qilingan. Sizga juda ko'p xizmat qilib beradi. Bu uyimiz sotish uchun qilinmagan, yurakdan addushi qilib remont qilingan hamma detallari, hamma narsaga kafolat beriladi. Uyimizni keling namozxonada gapiraman. Uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, 1.250.000 so'ravamiz. Agar sizda naqd bo'lsa yoki shunaqa uchastka qarovga yaqinlaringiz bo'lsa, yuborib qo'ying. Narxini kelib ko'ring. Xudo xolasa yoqsa, narxini chiroyli qilib kelishtirib beramiz, azizlar. Inshaalloh mana shu joyda sizga mana shu yerda o'tirib namoz o'qish nasib qilsa, men talab qolaman inshaalloh.